Mana shu mahallada 14 yoshida oila boquvchisi bo'lishiga qaramasdan ham bilimni ham orqasidan quvib kelayotgan bir yigitcha bor ekan. U ana o'zi kelyapti shekilli. Qanaqasiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysiz? Ismingiz? Hamidullo. Hamidullo. Uyingiz yaqinmi, uzoqmi? Yaqin, mandan chiqqan. O'n qo'llaydi. Olib bora olasizmi bizlarni? Ketdik. Oilada necha kishisiz? Oilada 3 farzandmiz. O'zim, singlim, ukam uchinchisi. Informatika bilan ingliz tiliga qiziqaman o'zim. Maktabdan tashqari repetitorlarga borib turasizmi? Oldin borardim, ingliz tiliga borardim. Hozirchi. Hozir yo'q. Maktabdan keyin ishlayman. Qayerda? Gulzor to'yxona, Nima ish qilasiz yo'lda? ofitsiantlik. To'plasiz. 100 ming, 80 ming. Pullarni nimaga ishlatasiz ko'proq? Oyimga beraman. Kerak bo'lsa so'rayman, kerak bo'lmasa beraman. Asosiy boquvchi kim? Men bilan oyim. Oyingiz bilan nima haqida ko'proq suhbatlashasiz? Kelajak haqida. Nimalar? Sot. Oyim aytadilar, yaxshi o'qigin deyiladi ko'p. Yaxshi o'qigin, kelajakda boqadiganim ham sensan deb ko'p gapiradilar menga. O'sha haqida ko'p suhbat ketib qoladi oyim bilan. Shu haqida ko'p suhbatlashamiz. Oyingizni qalbdagi orzularini bilasizmi? Oyimning qalbdagi orzulari shu. O'zi katta bo'lib, yaxshi toparman tutarman bo'lsa, Makkalarga olib borsin deydilar oyim. Ziyorat qilib kelsam deydi. Oyingiz bu orzusini amalga oshirishga qay darajada ishonasiz? Yuqori juda. Amalga oshiraman baribir. Uyda bir oyim ishlamayaptilar bu payt. Uyda o'tirardilar. O'sha payt menda ham sezilmas edi, ishlamas edim men ham hali kichkinaroq edim. Oyim aytganlar, uyda nonga ham pul olman deganlar. Shu sabab ta'sir. Bunday vaziyatlarda bir o'qishni tashlayman, mana shu faqat qora mehnat qilaman, ko'chadan non topishga chiqib ketaman degan niyatlaringiz bo'lganmi? Non topishga, pul topishga chiqib ketaman degan o'sha payt oyim yo'q degan. Nima deganingiz? O'quvingdan ko'ra nima qilasan deganlar. O'qib ilm orqasidan farovon hayot kechirishga ishonasizmi? Ishonmayman. Qanaqa kitoblar o'qiysiz? Ko'proq badiiy kitoblar o'qiyman. Sherlock Holmes qiziqaman shunga. Keyin badiiy kitoblar o'qiyman. Gulliver kitoblarni o'qiyman. Yaxshi kitoblar o'qiysizmi? Buni ham o'qiyapsiz? Buni ham o'qiyman. Endi boshladim. Endi boshladingizmi? Bo'lichi. O'qiyman. O'qib chiqqansiz. Bo'lichi. Bo'lichi. O'qiyman. Sarguzasht kitoblar qanday? Bo'lichi, buni kim o'qiydi? Men endi boshladim. Bu kitobni tugatganman. Kim o'qiyaptimi o'zi? Singlim o'qiydi. Singlingiz? Yaxshi. Repetitorlarga borish xohlaysizmi? Xo'p, hozir sizni bir yaxshi xususiy maktabga borib, gaplashib, joylashtirib kelsak, o'qishni umid qilasizmi? O'chirish. Sağ olun. Yaxshimisiz? Charchamasizlarmi? Xo'p, Chasiy maktabi joylashtirgan keluvdi. Kim bilan gaplashsak bo'ladi? Hozir ma'lumot olganmisiz yo birinchi maktab necha sinfga? 8. Yoqdimi senga maktab? Yaxshi ekanmi? Hozir rahbarlar bilan gaplashamiz. Mana shu xususiy maktabga joylashtirdik. Maktabni rahbarlaridan Alloh rozi bo'lsin. Shundoq olib qoldilar. Bizlarga faqat o'qib bersalar bo'ldi deb. Obuna bo'lishni unutmang. Sababi hozir Instagram bemaza videoga to'lib ketgan. Va sizlar bilan birgalikda bilimi yoki hunari orqali oilasiga foyda keltirayotgan, o'rnak bo'layotgan yoshlarni kashf qilamiz. Mana shunday kichkina qadamlar bilan
Millatimiz yoshlarini bilim yo'lida birlashtiramiz.